eski pasport o'tmay qoladimi? Kim ID kartaga almashtirishi kerak? Kim esa hozircha shoshilmasa ham bo'ladi? Bugun men aynan shu savollarga aniq, oddiy va amaliy javob beraman. Chunki bu masala faqat hujjat almashtirish haqida emas. Balki bank, notarius, davlat xizmatlari, ishga kirish, pensiya, chet elga chiqish, ro'yxatdan o'tish va hatto oddiy sim karta olishgacha ta'sir qilishi mumkin bo'lgan juda muhim mavzu. Agar sizda hali ham eski ko'rinishdagi biometrik pasport bo'lsa, yoki oilangizda ota-onangiz, buyingiz, bobongiz, talaba farzandingiz, yaqinda 16 yoshga to'ladigan ukangiz yoki singlingiz bo'lsa, bu ma'lumot sizga albatta kerak bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarni ham tushuntiraman. Qachon almashtirish majburiy, qachon shunchaki tavsiya qilinadi, qaysi holatda eski pasport bilan muammo chiqishi mumkin, qaysi holatda esa bemalol foydalanib yurish mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Men hujjatlar, davlat xizmatlari, qonunchilikdagi o'zgarishlar va odamlar kundalik hayotida duch keladigan amaliy masalalarni sodda tilda tushuntirib boraman. Avval oddiy qilib tushuntirib olay. Bizda ilgari asosiy shaxsni tasdiqlovchi hujjat ichki pasport edi. Ko'pchilik uni biometrik pasport deb biladi. Bu pasport ichida shaxsning familiyasi, ismi, tug'ilgan sanasi, doimiy yashash manzili, pasport seriyasi va raqami, berilgan sanasi, amal qilish muddati kabi ma'lumotlar bo'lardi. Odamlar shu hujjat bilan bankka borardi, uy-joy oldi sotdi qilardi, nikohdan o'tardi, ishga kirardi, pensiya rasmiylashtirardi, davlat xizmatlaridan foydalanardi. Keyin tizim bosqichma-bosqich o'zgardi. Ikki pasport o'rniga ID karta joriy qilindi. ID karta bu plastik ko'rinishdagi zamonaviy elektron chipga ega shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Ya'ni u ham shaxsni tasdiqlaydi, lekin shakli. Ishlash tartibi va elektron imkoniyatlari boshqacha. ID karta mamlakat ichida shaxsni tasdiqlash uchun mo'ljallangan. Chet elga chiqish uchun esa alohida xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Mana shu joyda ko'pchilik adashadi. Menda pasport bor, demak hammasi joyida deydi. Yoki aksincha ID karta chiqdi. Endi eski pasportim bir kunda yaroqsiz bo'lib qoldimi deb xavotirga tushadi. Aslida masala bunday keskin emas. Odatda eski pasportlar o'z amal qilish muddati tugaguncha kuchini saqlaydi. Lekin ayrim holatlarda uni muddatidan oldin ID kartaga almashtirishga to'g'ri keladi. Shuning uchun hamma bugun yugurib borishi kerak degan gap ham to'g'ri emas. Umuman almashtirmasa ham bo'ladi degan gap ham to'g'ri emas. Men sizga buni hayotiy misollarda tushuntiraman. Masalan, sizning biometrik pasportingiz 2028-yilgacha amal qiladi. Undagi familiya, ism, tug'ilgan sana to'g'ri, pasport yirtilmagan, yo'qolmagan, siz manzilingizni o'zgartirmagansiz, turmush qurib familiyangizni almashtirmagansiz. Bunday vaziyatda siz odatda hujjatning amal qilish muddati tugaguncha undan foydalanishingiz mumkin. Lekin agar siz turmush qurganingizdan keyin familiyangizni o'zgartirsangiz, eski pasportdagi ma'lumot amaldagi holatingizga mos kelmay qoladi. Ana shunda hujjatni almashtirish kerak bo'ladi. Oldin odamlar ichki pasportni olardi va ko'p yillar davomida shu pasport bilan yurardi. Pasportga doimiy ro'yxatga olingan manzil haqida shtamp qo'yilardi. Nikoh yoki ajrim bo'yicha ayrim qaydlar tushirilardi. Ba'zi holatlarda bolalar haqida ma'lumotlar bo'lishi mumkin edi. Har qanday idorada pasportni ochib, sahifalarini tekshirishardi. Hozir esa ko'plab ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. ID karta chipida va davlat axborot tizimlarida shaxsga doir ma'lumotlar saqlanadi. Bu nimaga olib keladi? Birinchidan, hujjat ixcham bo'ladi. Ikkinchidan, elektron xizmatlardan foydalanish osonlashadi. Uchinchidan, ma'lumotlarni tekshirish tezlashadi. To'rtinchidan, ayrim eski uslubdagi muhr va yozuvlarga bo'lgan ehtiyoj kamayadi. Lekin o'zgarishning ikkinchi tomoni ham bor. Tizim yangilangani sari ayrim tashkilotlar eski pasportdagi ma'lumotni elektron bazadagi ma'lumot bilan solishtira boshlaydi. Agar mos kelmaslik bo'lsa, masalan, manzil boshqa, familiya boshqa, tug'ilgan sana yozilishida xato bor, hujjat muddati tugagan yoki bazada hujjat holati bekor qilingan deb ko'rinsa, odam oddiy ishini ham tugata olmay qolishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, hujjat masalasida hali vaqt bor deb beparvo yurish kerak emas. Ayniqsa, siz yaqin oylar ichida muhim ish qilmoqchi bo'lsangiz, uy sotib olish, kredit olish, chet elga chiqish, nikohdan o'tish, meros rasmiylashtirish, pensiya yoki nafaqa olish, ishga kirish, bank hisob ochish, o'qishga hujjat topshirish. Endi eng muhim savol, kim hozircha xavotir olmasa bo'ladi. Agar sizda biometrik pasport bo'lsa, uning amal qilish muddati tugamagan bo'lsa,
Pasport jismonan yaroqli bo'lsa, ya'ni yirtilmagan, suvga tushmagan, sahifalari buzilmagan, surat va ma'lumotlar aniq ko'rinib turgan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, ko'p hollarda uni amal qilish muddati tugaguncha ishlatishingiz mumkin. Masalan, 35 yoshli fuqaro bor. Uning pasporti 2019 yilda berilgan, amal qilish muddati 2029 yilgacha. U familiyasini o'zgartirmagan, manzili bo'yicha muammo yo'q. Hujjat bazada faol. U bankka kirsa, notariusga borsa, ish joyiga hujjat topshirsa, odatda pasporti qabul qilinadi. Bunday odam faqat pasport muddati yaqinlashganda ID kartaga o'tishni rejalashtirsa bo'ladi. Yana bir misol. Pensiona otaxonning pasporti 2027 yilgacha amal qiladi. U har oy pensiyasini kartadan oladi. Hech qanday oldi-sotdi yoki rasmiy jarayon qilmaydi. Agar pasporti yaroqli bo'lsa, ma'lumotlarda xatolik bo'lmasa, u darhol ID karta olishga majbur bo'lmasligi mumkin. Lekin men bunday holatda ham yaqinlari bilan maslahatlashib, qulay vaqtda ID kartaga o'tishni tavsiya qilaman. Chunki keksa yoshdagi odamlar keyinchalik shoshilinch holatda navbat, to'lov, ariza, barmoq izi kabi jarayonlardan qiynalib qolishi mumkin. Endi kimlar ID kartaga almashtirish kerakligini batafsil aytaman. Birinchi toifa pasportining amal qilish muddati tugagan fuqarolar. Agar pasport muddati tugagan bo'lsa, u bilan yuridik ahamiyatga ega ishlarni qilishda muammo chiqadi. Masalan, bank sizga yangi karta ochmasligi mumkin. Notarius bitimni rasmiylashtirmasligi mumkin. Davlat xizmatlari markazida arizangiz qabul qilinmasligi mumkin. Muddati o'tgan hujjat odamni tasdiqlovchi asosiy hujjat sifatida qabul qilinmaydi yoki jiddiy cheklovlar bilan qabul qilinadi. Ikkinchi toifa 16 yoshga to'lgan fuqarolar. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat olish yoshi kelganda ID karta rasmiylashtiriladi. Masalan, farzandingiz 16 yoshga to'ldi. U kollejga, litseyga, oliy ta'limga, ishga, bank hisobiga yoki mobil aloqa xizmatlariga ehtiyoj sezadi. Bunda uning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi yetarli bo'lmay qoladi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Shuning uchun ota-onalar bu muddatni unutmasligi kerak. Uchinchi toifa familiyasi, ismi, otasining ismi o'zgarganlar. Eng ko'p uchraydigan holat bu turmush qurishdan keyin familiya o'zgarishi. Masalan, ayol nikohdan keyin erning familiyasiga o'tdi, lekin eski pasportida qizlik familiyasi turibdi. U bankka borganda bitta familiya. Nikoh guvohnomasida boshqa familiya, ish joyida yana boshqa ma'lumot bo'lishi mumkin. Bu esa ortiqcha tushuntirish, qo'shimcha hujjat, ba'zan esa rad javobiga olib keladi. Shuning uchun ma'lumot o'zgargan bo'lsa, hujjat ham yangilanishi kerak. To'rtinchi toifa pasportini yo'qotganlar. Agar eski pasport yo'qolsa, odam topilib qolar deb uzoq kutib yurmasligi kerak. Yo'qolgan hujjat bilan firibgarlik holatlari bo'lishi mumkin. Kimdir sizning hujjatingizdan foydalanishga urinish ehtimoli bor. Shuning uchun yo'qotilgan pasport bo'yicha belgilangan tartibda murojaat qilish va yangi ID karta olish kerak. 5-toifa pasporti yaroqsiz holga kelganlar. Suvga tushgan, yongan, sahifasi yirtilgan, surat ko'rinmaydigan, yozuvlari o'chgan pasport ko'p joyda qabul qilinmaydi. Masalan, notarius pasportdagi surat sizga tegishli ekaniga ishonch hosil qila olmasa, bitimni to'xtatadi. Bank xodimi seriya va raqamni aniq ko'ra olmasa, operatsiyani bajarmaydi. Bunday holatda ma'lumot bazada bor-ku deyish yetarli emas, hujjatning o'zi ham yaroqli bo'lishi kerak. 6-toifa shaxsiy ma'lumotlarda xato aniqlanganlar. Masalan, tug'ilgan sana bir joyda 12 may, boshqa joyda 20 may bo'lib qolgan yoki ismning lotin yozuvidagi yozilishi turlicha. Bir hujjatda Shahnoza, boshqasida Shahnoza. Bunday xatolar keyinchalik diplom, nikoh, meros, bank, chet elga chiqish jarayonida katta muammoga aylanishi mumkin. Shuning uchun xatoni erta tuzatish kerak. 7-toifa doimiy yashash joyi ro'yxat, fuqarolik holati bilan bog'liq muhim o'zgarishlar bo'lganlar. Hozir ko'p ma'lumot elektron yuritiladi, lekin baribir ayrim holatlarda yangilangan ma'lumotlar shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan uyg'un bo'lishi kerak. Ayniqsa ko'chmas mulk, subsidiyalar, ijtimoiy yordam, mahalla ma'lumotnomalari, sud yoki ijro ishlari bilan bog'liq jarayonlarda bu muhim. Tasavvur qiling, bir yigit avtomobil sotib olmoqchi. U sotuvchi bilan kelishdi, pul tayyor, notariusga borishdi. Lekin uning pasportining muddati 1 oy oldin tugagan. U o'ylagan edi, 1 oy nima bo'pti, baribir men o'zimman-ku. Ammo yuridik jarayonda bunday qaralmaydi. Hujjatning amal qilish muddati tugagan bo'lsa, notarial harakat bajarilmasligi mumkin. Natijada bitim kechikadi, sotuvchi boshqa xaridor topib ketadi. Odam esa vaqt va imkoniyat yo'qotadi.
Yana bir holat. Ayol turmushga chiqqan, familiyasini o'zgartirgan, lekin eski pasportini almashtirmagan. Oradan 2 yil o'tib, bola uchun nafaqa rasmiylashtirmoqchi bo'ladi. Tizimda nikohdan keyingi familiya, pasportda esa eski familiya. Davlat xizmatlari markazida undan qo'shimcha hujjatlar so'raladi. Bazadagi ma'lumotlar moslashtirilishi kerak bo'ladi. Agar u o'z vaqtida ID karta olganda, bu jarayon ancha oson kechardi. Yana bir misol. Talaba bankdan ta'lim krediti olmoqchi. Pasporti bor, lekin surat eski, hujjat shikastlangan, chip yoki ma'lumot o'qilishida muammo bor. Bank xavfsizlik talablari bo'yicha hujjatni qabul qilmaydi. Talaba esa kontrakt to'lash muddatiga ulgurmay qolishi mumkin. Mana shu sababli hujjat yaroqliligini oldindan tekshirish juda muhim. Yana bitta nozik holat. Odam chet elga ishlashga ketmoqchi. U o'ylaydi, menda eski ishki pasport bor. Shu bilan chiqaman. Yo'q, mamlakat ichidagi ID karta yoki eski ishki pasport chet elga chiqish uchun yetarli emas. Chet elga chiqish uchun alohida xorijga chiqish biometrik pasporti kerak. ID karta sizni O'zbekiston ichida tasdiqlaydi. Xorijga chiqish pasporti esa chegara, viza, aviachipta, chet davlatdagi identifikatsiya uchun kerak bo'ladi. Bu ikkisini aralashtirmaslik kerak. Birinchi nozik jihat eski pasport borligi ID karta olishni taqiqlamaydi. Ya'ni agar siz xohlasangiz, qulaylik uchun elektron xizmatlar uchun zamonaviy hujjatga o'tish uchun oldindan ID karta olishingiz mumkin. Ko'pchilik muddati tugamaguncha bermaydi deb o'ylaydi. Amalda esa ma'lum tartib va asoslar bo'yicha almashtirish mumkin. Faqat murojaat qilganda sababini to'g'ri ko'rsatish, kerakli hujjatlarni tayyorlash lozim. Ikkinchi nozik jihat ID karta chet el pasportining o'rnini bosmaydi. Bu xatoni juda ko'p odam qiladi. Agar siz Rossiya, Turkiya, Koreya, Yevropa yoki boshqa davlatga chiqmoqchi bo'lsangiz, albatta xorijga chiqish biometrik pasporti masalasini alohida hal qilasiz. ID karta bilan ichki ishlar, bank, notarius, davlat xizmatlari, ichki identifikatsiya ishlari bajariladi. Chegaradan o'tish uchun esa xorij pasporti kerak. Uchinchi nozik shart, hujjatdagi ism, familiya barcha bazalarda bir xil bo'lishi kerak. Masalan, diplomda O'tkirbek, pasportda O'tkirbek, bankda O'tkirbek bo'lsa, bu ayrim holatlarda muammo tug'dirishi mumkin. Ayniqsa xalqaro to'lovlar, xorijiy universitet, viza, meros, sud, mulk rasmiylashtirishda har bir harf ahamiyatli bo'ladi. Shuning uchun yangi ID karta olayotganda ma'lumotlaringizni shoshilmay tekshiring. Xodim kompyuterga kiritgan paytda ham, ariza chiqarilganda ham familiya, ism, tug'ilgan sana, JSSHIR, tug'ilgan joy kabi ma'lumotlarni ko'zdan kechiring. 4-nozik jihat. ID karta olishda doimiy yoki vaqtincha ro'yxat bilan bog'liq savollar chiqishi mumkin. Ayrim odamlar boshqa viloyatda yashaydi, lekin ro'yxati eski manzilda. Masalan, fuqaro Samarqandda ro'yxatda, Toshkentda ishlaydi. U ID karta olish uchun qayerga murojaat qiladi? Qanday tartibda xizmat oladi? Qaysi ma'lumot bazada ko'rinadi? Bularni oldindan aqlab olish kerak. Hozir ko'plab xizmatlar davlat xizmatlari markazlari va migratsiya bo'limlari orqali qulaylashgan, lekin har bir holatda ro'yxat va bazadagi ma'lumotlar muhim. 5-nozik jihat keksa yoshdagilar va nogironligi bo'lgan shaxslar. Ular uchun ba'zan borib kelish, navbatda turish, barmoq izi topshirish, suratga tushish qiyin bo'lishi mumkin. Bunday holatda yaqinlari oldindan tegishli idoraga qo'ng'iroq qilib, qanday yengilliklar borligini, uyga chiqib xizmat ko'rsatish imkoniyati mavjud yoki yo'qligini, vakil orqali qaysi ishlarni bajarish mumkinligini aniqlasin. Chunki har bir hududda amaliy tartib biroz farq qilishi mumkin. 6-nozik jihat. Jarima va kechikish masalasi. Hujjatni muddatida almashtirmaslik, muddati o'tgan hujjat bilan yurish yoki belgilangan yoshda hujjat olmaslik ayrim holatlarda ma'muriy javobgarlikka olib kelishi mumkin. Men tomoshabinlarga har doim shuni aytaman. Jarima haqida o'ylab emas, o'zingizning ishingiz to'xtab qolmasligi uchun vaqtida harakat qiling. Chunki jarima bir tomoni, lekin notariusdagi bitim, bankdagi kredit, stipendiya, pensiya yoki ishga kirish kechiksa, zarar ko'proq bo'lishi mumkin. Endi nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam. Hozir pasportingizni qo'lingizga oling va amal qilish muddatini tekshiring. Ko'pchilik pasport muddati qachon tugashini bilmaydi. Faqat muhim ish paytida esiga tushadi. Agar muddat tugashiga 6 oy yoki undan kam vaqt qolgan bo'lsa, men kutib o'tirmasdan ID karta olish jarayonini rejalashtirishni tavsiya qilaman. Ikkinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy,
JSHR manzil ma'lumotlari oilaviy holat bilan bog'liq hujjatlar bir-biriga mos keladimi? Agar turmush qurgan bo'lsangiz, familiya o'zgarganmi? Ajrim bo'lganmi? Ismni o'zgartirganmisiz? Bularning hammasi hujjat almashtirish uchun asos bo'lishi mumkin. 3-qadam, qayerga murojaat qilishni aniqlang. Odatda ID karta olish uchun hududingizdagi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilinadi. Ayrim xizmatlar elektron navbat yoki mytok.uz orqali ham boshlanishi mumkin. Lekin amaliyotda suratga tushish, biometrik ma'lumot topshirish, shaxsasni tasdiqlash kabi jarayonlar uchun shaxsan borish talab qilinadi. 4-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda sizga eski pasport, agar pasport yo'qolgan bo'lsa, yo'qolganlik bo'yicha tegishli ariza yoki ma'lumot, familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki boshqa asos hujjati, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma ayrim holatlarda davlat boji to'langanini tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Aniq ro'yxat holatingizga qarab farq qiladi. Shuning uchun borishdan oldin markazga qo'ng'iroq qilib yoki rasmiy manbadan tekshirib oling. 5-qadam, arizada nima yozilayotganiga e'tibor bering. Ko'p odam xodim nima desa imzo qo'yib ketadi. Keyin hujjat tayyor bo'lganda xato chiqadi. Men buni tavsiya qilmayman. Ariza sharhlanganda har bir ma'lumotni o'qing. Ismingiz lotin yozuvida qanday yozilgan? Tug'ilgan kuningiz to'g'rimi? Manzilingiz to'g'rimi? Hujjat turi to'g'rimi? Almashtirish sabiti to'g'ri ko'rsatilganmi? Bir daqiqalik e'tibor keyinchalik bir necha haftalik ovora bo'lishdan saqlaydi. 6-qadam, to'lov va muddatni aniqlab oling. ID karta rasmiylashtirishda davlat boji yoki xizmat haqi bo'lishi mumkin. Miqdorlar vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Shuning uchun men aniq summani yoddan aytib, sizni chalg'itmoqchi emasman. Eng to'g'ri yo'l murojaat qilayotgan kuningizdagi amaldagi tarifni davlat xizmatlari markazi, migratsiya bo'limi yoki rasmiy portal orqali tekshirish. Hujjat tayyor bo'lish muddati ham hudud va ish yuklamasiga qarab farq qilishi mumkin. 7-qadam, tayyor ID kartani olgandan keyin uni darhol tekshiring. Kartani qo'lga olganingizda faqat suratga qarab ketmang. Familiya, ism, tug'ilgan sana, amal qilish muddati, hujjat raqami, JSHR va boshqa ma'lumotlarni tekshiring. Agar xato bo'lsa, darhol joyida ayting. Keyin uyga borib, bir oy o'tgach sezsangiz, tuzatish jarayoni murakkabroq bo'lishi mumkin. 8-qadam, eski hujjat bilan bog'liq masalani aniqlashtiring. Almashtirish jarayonida eski pasport qaytarib olinishi yoki belgilangan tartibda bekor qilinishi mumkin. Sizda bir vaqtning o'zida 2 faol ichki shaxsni tasdiqlovchi hujjat qolishi mumkin emas. Shuning uchun qaysi hujjat faol, qaysi bir bekor qilinganini bilib oling. Aks holda eski pasport raqami bilan bankda yoki boshqa joyda chalkashlik bo'lishi mumkin. 9-qadam, muhim ishlaringizdan oldin hujjatni yangilang. Masalan, uy sotmoqchisiz, kredit olmoqchisiz, chet el pasporti rasmiylashtirmoqchisiz, nikohdan o'tmoqchisiz, meros ishini boshlamoqchisiz. Bunday hollarda ertaga notariusga boramiz, bugun pasportni tekshiraman demang. Kamida bir necha hafta oldin hammasini ko'rib chiqing. Chunki biror xato chiqsa, tuzatishga vaqt kerak bo'ladi. 10-qadam, oilangizdagi hammaning hujjatini tekshirib chiqing. Faqat o'zingizniki emas, ota-onangizning pasport muddati, farzandingizning yoshi, turmush o'rtog'ingizning familiyasi, talaba farzandingizning hujjati, keksa qarindoshlaringizning pasporti. Oila ichida bitta odam hujjat masalasini nazorat qilsa, ko'p muammolarning oldi olinadi. Eski pasportim amal qilish muddati tugamagan bo'lsa, u o'timi? Odatda agar u haqiqiy, yaroqli va ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, amal qilish muddati tugaguncha foydalanishingiz mumkin. Lekin muhim ishlar oldidan idora talablarini tekshiring. ID karta olsam, chet elga chiqa olamanmi? Yo'q. ID karta ichki shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Chet elga chiqish uchun xorijga chiqish biometrik pasporti kerak. Pasportimni yo'qotdim. Nima qilaman? Belgilangan tartibda migratsiya bo'limi yoki tegishli idoraga murojaat qilasiz. Yo'qolganlik holatini rasmiylashtirasiz va yangi ID karta olish jarayonini boshlaysiz. Kutib yurish xavfli. Familiyam o'zgargan, lekin eski pasport bilan yuribman. Bo'ladimi? Kundalik hayotda bir muddat sezilmasligi mumkin. Lekin rasmiy jarayonlarda muammo chiqadi. Shuning uchun hujjatni yangilang. Bolam 16 yoshga to'ldi. Qachon ID karta olish kerak? Belgilangan yoshga yetgach, hujjat olishni kechiktirmaslik kerak. O'qish, bank aloqa, davlat xizmatlari uchun bu kerak bo'ladi. Pasportim 2003-yilgacha, lekin men ID karta olmoqchiman. Mumkinmi? Ko'p holatlarda mumkin, lekin aniq tartib va
asoslarini murojaat qiladigan idorangizdan tekshiring. Agar sizga tez davlat xizmatlari, bank yoki elektron identifikatsiya kerak bo'lsa, ID kartaga o'tish qulay bo'lishi mumkin. Demak, asosiy fikr shuki, eski biometrik pasportlar ko'p hollarda amal qilish muddati tugaguncha kuchini saqlaydi. Lekin pasport muddati tugagan bo'lsa, shikastlangan bo'lsa, yo'qolgan bo'lsa, familiya yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlar o'zgargan bo'lsa, 16 yoshga to'lgan fuqaro birinchi marta hujjat olayotgan bo'lsa, ID karta rasmiylashtirish kerak bo'ladi. ID karta ichki hujjat, xorijga chiqish pasporti esa alohida hujjat ekanini unutmang. Men sizga tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l. Pasportingiz muddatini bugunoq tekshiring, ma'lumotlaringizni solishtiring. Agar yaqin oylarda muhim ishlaringiz bo'lsa, hujjatni oldindan yangilang. Hujjat masalasida beparvolik ko'pincha pul, vaqt va asab yo'qotishga olib keladi. Sizda hozir qaysi hujjat bor? Eski biometrik pasportmi yoki ID kartami? Almashtirishda navbat, to'lov, xato ma'lumot, bank yoki notariusda muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.